Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kimga mana shunaqa MDF patolar xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aboy, o'sha laminat, fotoboy, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. 9-mart 2025-yil bugungi sanamiz. Hozir o'sha 9 ta xonamizni inshaalloh boshlaganmiz. O'sha asvejit bo'ladigan joylari ham bor, keyin yangi oshxonamiz ham bor remonti, keyin 5 ta xonamizni aboyga tayyorlab ketganmiz o'tgan yil. Aboylarni qilamiz, hozir obzorini ko'rsatamiz. O'tgan yil bo'lgan biz akaslar MDF patolog mana 100%. Hozir ikkita xonamiz MDF, bittasi natijni bo'lgan. Sveti yo'q kim bor? Mana xonamiz MDF bo'lgan. Mana variant juda ham ko'p. Mana natijni bo'lgan. 3 ta xonamiz uzr, 3 ta xonamiz MDF bo'lgan. Mana spalni ham bo'lgan. Oddiy skromni variant chiqqan. 250 mingdan 500 minggacha variant bu, 300 minglik variant mana shular bo'ladi. Bu 150 mingdan tortib beriladi gulli. Yonboshi aboy bo'ladi, devorlar aboy bilan nasib bo'lsa jarayonlarni ham ko'rsatamiz. Bu 380 lik o'sha atrofida chiqadi metr kvadrat. Material o'zidan qandildan tashqari bo'ladi faqat bu. Asvejitli xonalarni ham ko'rsatib ketaylik. Hali ish jarayonlari davom etyapti. Bizda hozir perfugullar qo'yib, eshiklarni penalab, boshqatdan yopilmaydi, ochilib yopiladigan qilib to'g'riladik. Bu oshxonani ham buzib qaytadan qilinadi. Mana mebellar chiqib, kafillarni buzib, rotmanlar qilib, chotka qilib, perfugullar qo'yib qilib beramiz. Mana bu xonamiz gipsokarton bo'lgan ekan. Yorilgan joylarni setka bilan yamab, diagalar qildik. Hozir shpaklovka o'tilgan, qurimagan hali. Bu xonamizni aytib o'tdik, spalni bu, mana. Skromni oddiygina variant chiqqan, hech qanday ortiqcha narsa ishlatilmagan. Mana bu xonamiz zal, ya'ni kiradigan asosiy bu xonamiz ham mana tepaga burchaklarni to'g'rilab chiqdik, asvejit bo'ladi bu ham. Keyingi xonamiz mana bu oshxona. Adashmasam 6-7 xonamiz. Mana bu oshxona yangi qurilgan bu. 5 ga 3,5 lik. Diagalarni qildik, 2 sloj shpaklovka, perfugullar qo'yildi. Podogonni o'rnatdik, nasib bo'lsa. Yaqin kunlarda kraskalarni ko'rsatamiz. Juda ham katta uchastka, hammasini polni o'zimiz remont qilib beryapmiz. Darvozaxonani ham ko'rasizlar. 13,5 ga 5 adashmasam. Juda ham bahaybat katta. 2 sloj shpaklovkasi bo'lgan, shkurkalari bo'lgan. Hozir chala joylari qolgan. Mana eshik keyin qurilgandi. Buni atkuslarni to'g'rilaymiz. Kafil bo'ladi, burchatka bo'ladi. Va eng katta mehmonxonamiz 11 metrdan uzun. Mana 11,5 metrlik. Devorlar loshvo bo'lgan edi, biz ustidan bir sula rotman qilib, 2 sula shpaklovka qilganmiz va shukurka gruntovkalar bo'lgan. Podogonniydan yaqinga o'rnatdik. O'tgan yil bitta qolib ketgan mana shu. Buni ham nasib bo'lsa o'rnatib oldik mana. Bir qirga 30 lik. Nasib bo'lsa yaqin kunlarda o'sha jarayonlarni ko'rsatamiz, aboy yopishtirish hammasini. Kuzatib boringlar, hamma topganga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Reklama ham qabul qilamiz, chegirmalar asosida mana shu oy. Bemalol murojaat qilaverasizlar, kelishtirib qilib beringlar. 12 viloyatdan qabul qilamiz. Rahmat barchaga. Instagram, Telegram, YouTube'da Hunarmand videosizlar chiqadi, obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ish jarayonlarini, o'sha narx-navolar haqida hammasini aytib ketamiz.